Yosh kelin bola aytadiki, siz nima bo'lyapti sizga? O'zi yaqinda turmush qurgan bo'lsak, siz nima deydi? Menda uni ko'p bilan yurganmiz, yo meni sizni chiroyim sizga qoniqtirmayapti, yo men figuram yoqmayapti, yo men o'ltimdan chiqqan hid yoqmayaptimi? Yokida nima bo'lyapti sizga deydi. Birchi deydi ki aytasiz, ozgina hayajon bo'ldi deyishingiz mumkin. Ertaga anaqa qilamiz deyishingiz mumkin. Shu bilan haligi joyda ertasi kuni ham davom ettirib ko'rasiz. Ertasi kuni ham unaqa bo'lgandan keyin 2 oydan keyin unaqa bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Keyin o'sha kelin bola u gapni borib, baribir qizlarning og'zi yomon. Bir aytmaydi, 2 oydan keyin oxiri oyisining uyiga borib, oyisiga aytadi. Oyi deydi, "Cho'ta lanch" deydi, "Men bu juda ko'chani buzib borib yurardi" deydi, "Cho'ta yotsam" deydi, "Bu deydi, vafshe-ku" deydi. Shunaqa bo'lish kerakmi o'zi oyijon? Desa, "Yo'q" deydi, "Qizim. Asal Farg'ona to'g'ri kuncha bo'lish kerak. Sizlar hozir yoshsizlar, nima bo'lyapti o'zi?" desa, endi shunaqa sus lanch kiyadi. Keyin u kelinning oyisi adasiga aytadi, adasi keyin xudoni chaqiradi. Shu bilan qarabsizki, haligi joyda 10 yillab diraj tiqgan bola qo'lidagi bergan bosimni bu yoq, ya'ni o'sha ayolini o'sha joyi bermagandan keyin o'sha bosimni va u yaxshi ishlamagandan keyin o'sha 50 ga 50 o'sha oila o'sha dars ketgan holatda bo'ladi.